15 aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni. Sana munosabati bilan Jizzax viloyat musiqali drama teatrida bayram tadbiri tashkil etildi. Unda soha xodimlari hamda fidoyilari taqdirlandi. Go'zal kuy qo'shiqlar va raqslar ijrosidagi tadbir haqiqiy san'at bayramiga aylandi. Tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Tadbir avvalida soha rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan fidoyi xodimlar e'tirof etilib, ularga esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar topshirildi. Ayniqsa, yosh avlodni san'atga oshno etishda, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va targ'ib qilishda jonbozlik ko'rsatib kelayotgan ustoz va murabbiylarning xizmatlari alohida ta'kidlandi. San'at millatning ko'zgusi, inson qalbini tarbiyalovchi beqiyos vosita hisoblanadi. U nafaqat xalqimizning boy madaniy merosini aks ettiradi, balki insonni yuksak estetik did, go'zallik va nafosat ruhida kamal toptiradi. Shu bois bugungi kunda mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini munosib qadrlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Madaniyat va san'at xodimlariga o'sha yurtboshimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor beqiyos desak mubolag'a bo'lmaydi. Yildan yilga madaniyatimizni ko'rsatayotgan xizmatlar sifati ham, xodimlarni ishtiyoqi, o'sha sohada ishlayotganligiga shukronaligi yildan yilga oshib bormoqda. Buni mana biz o'zimizni Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi xodimlarini o'sha hozir ko'ringiz yuz ko'zidan namoyon bo'lib turibdi. Mana shu bir kun, ikki kun ichida biz viloyat hokimimiz yana sovg'alarni qabul qilib olamiz. Bizga o'sha moddiy texnik bazamiz boyitishga o'sha yangi ovoz kuchaytirgichlar, yangi cholg'u asboblari, yangi o'sha kiyim-kechaklar bilan bizga bir juda ham bir mana shu bugungi kunimizga bir chiroyli sovg'a qilib berdilar. Madaniyat xodimlari chiroyli bir o'zimizni chiqishlarimiz bilan, yangi ijodkorlar bilan, yangi yosh iste'dodlar bilan labbay deb javob berishimiz kerak. Tantanali qismdan so'ng bayram tadbiri jonli ijrodagi konsert dasturi bilan davom etdi. Konsert davomida milliy maqom ashulalari, xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan estrada qo'shiqlari, jozibador raqs chiqishlari namoyish etildi. Shuningdek, mohir sozandalar tomonidan ijro etilgan musiqiy asarlar yig'ilganlarga o'zgacha kayfiyat ulashdi. Shukuh ko'tarinki darajada konsertlarimiz, tomoshalarimiz 100% jonli ijroda bo'lib o'tyapti. Biz bahramand bo'lib, tinglab, ko'p vaqtdan beri ko'rishmagan hamkasblar bilan ko'rishib, bir-birimizni bayram bilan tabriklab, a'lo kayfiyatda bayramni o'tkazyapmiz. Shaxsan o'zim ixtisoslashtirilgan san'at maktabi hamda maqom ansamblida faoliyat yuritaman. Hozir yoshlarimizda shu maqomlarga, milliy musiqamizga bo'lgan qiziqish yanada ortib boryapti. Shu sa'y-harakatlar bilan biz ham bandmiz. Albatta targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Konsertlar uyushtirib, xalqimizni ham shu o'zimiz milliy musiqamiz bilan bahramand etib kelmoqdamiz. Rang-barang sahna ko'rinishlari, jonli ijro va yuqori saviyada tashkil etilgan chiqishlar tomoshabinlarda unutilmas taassurot qoldirdi. Har bir chiqish milliylik va zamonaviylik uyg'unligida namoyon bo'lib, san'atning inson qalbiga ta'sir kuchini yana bir bor yaqqol ko'rsatdi. Mazkur bayram tadbiri madaniyat va san'at sohasi xodimlariga bo'lgan yuksak e'tibor va ehtiromning amaliy ifodasi bo'lib, ularni yangi ijodiy yutuqlar sari ruhlantirdi.